Bu hafta ijtimoiy taratqularda Mo'g'ulistonlik yozuvchi Abdulla Savudning turmadan chiqib jon uzganligi haqida uchurlar tarqaldi. Bu haqda tunji bo'lib Twitterda uchur bergan Norvegiyalik faoliyatchi Abduvali Ayubning deyishicha, Abdulla Savud o'sha oyning 18-kuni jon uzgan. Men merhum Abdullah Savud'ninki ölüm xabarini yakında chet elga chiqqan bir Uyg'urdan angladim. Bir Uyg'ur ziyolisidan. Abduvali Ayubning bir qancha manbadan surishti qilishicha, Abdulla Savud 2017-yili tutqun qilingan. 2 oy ilgari kasal holatda turmadan qo'yib berilgan. Şu bana bu ma'lumotni yetkazgandan keyin men yani o'xshamagan ikki kishidan bu haqda so'radim. Ular bu Abdulla Savud'ninki 2017-yili aprelda tutqun qilinib, shu 2022-yili qo'yib berilgan, yaqin qo'yib berilgan dedi. Buni aniqlab bo'lgandan keyin undan Twitterda chiqarib Abdulla Savud'ninki o'lim xabarini yetkazgan bo'ldim. Telefonimizdan qabul qilgan Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastlik soqchi idorasining xodimlari Qizilsuvda tutqundagi yozuvchilar orasida Abdulla Savud ismli birisining boyliqligini so'raganimizda tizimlikka qarab chiqqandan keyin "Ba" deb javob berdi. Qanday bo'lingiz, yaxshimi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastlik soqchi idorisimi? To'g'ri. Sizda shu tutib turilayotgan yozuvchi shoirlarning ichida bu Abdulla Savud deb birisi bormi? Tizimlikingizda. Uyg'urman. Ha, Uyg'ur. Mendan qarab taqsam bo'ladi, lekin ba'zima olgandek. Bir qarab baqing tizimlikka. Ma'qul. Telefonni qo'ymay turing, ha? Qo'ymay turib qarab. Ma'qul. Barmikan? Bu yoq bu qaysini va uning 18-dekabr kuni vafot bo'lganligini dalilladi. Tugab ketgan char uyni tugab ketdimi, doktorxonadami yoki bu turmadimi? To'xtang. Shuni so'ra. Tor arxivlari tonushtirilishicha, Aqto'y ayisining 3-yisi tug'ilgan Abdulla Savud 1974-yili Qizilsuv oblastlik Darul Muallimini bitirgan. 1973-yildan boshlab adabiy ijodiyatga kirishgan avtor uzun mezgil Aqto'y ayisining madaniy ma'rif sohasida xizmat qilgan. 1988-yildan 96-yilga qadar Uyg'ur abnumraylik yozuvchilar birlashmasining kasbiy yozuvchisi bo'lgan. U ozkam yarim asrlik ijodiy hayotida Qalli qirg'oq, Chaqmoq, Dod basmas qilich, Hayotlik zanjiri, Shiroq va Avliyo o't qatorliq roman, hikoya va povestlarni yozgan. Abduvali Ayub Abdulla Savudning Uyg'ur adabiyotidagi o'rni haqida mundaq fikr bayon qildi. Endi bu Abdulla Savud kim degan chog'da Abdulla Savud Uyg'ur bugungi adabiyotidagi vakillik shaxslarning birisi. Abdulla Savudning asarlarini nima uchun bir muhim vakillik asarlar deymiz desa, birisi Abdulla Savud Uyg'urlarningki shu kommunist istilosidan burunqi qahramonlarni ait yaxshi yozgan. Hozirgi zamon tariximizdagi qahramonlarni ait yaxshi yozgan. Masalan, Sharqiy Turkiston inqilobininki 1944-yildagi Sharqiy Turkiston inqilobininki janubdagi uchquni bo'lgan O'ytog'i inqilobi haqida ait yaxshi bir post yozgan. Qonli qirg'oq degan posti mush inqilobda muhim rol o'ynagan Anjanbayninki hayotiga bag'ishlangan. Anjanbayning obrazini Qonli qirg'oq degan postda ait yaxshi yaratgan. Qonli qirg'oq degan post orqali Anjanbayga tunji qatim bir obida tiklab chiqqan. Norvegiya Uyg'ur yer fondi tuzgan tutqundagi ziyolilar tizimlikları bayon qilinishicha, Abdulla Savud ijodiyat hayoti bo'yi Sharqiy Turkiston milliy inqilob tarixini yoritish va qahramonlar abidisini tiklash bilan mashg'ul bo'lg'achqa 2017-yildagi cho'ng tutqun boshlanganda u dastlabki tutqunlar qatorida o'rin olgan. Endi nimaga kirib ketishiga kelsak, Abdulla Savudninki bu lagerga tutilib ketishiga kelsak, albatta buning shu Uyg'ur tarixidagi qahramonlarni ondan bo'libmi bu
ikkinchi qitimli Sharq Turkiston Milliy inqilobininki Qashqardagi ta'siri, ya'ni Qashqardagi buning O'ytaq inqilobi deyilgan bir tarmoqi bor edi. Mush ta'sirini nihoyat yaxshi, mukammal yozib chiqqanligi, undan Uyg'ur qahramonlarini qezib, ular haqida mukammal bir xotira, eslima yaratganligi, undan asarlarda hech qachon bir zamonga, kompartiyaning siyosatiga va har xil zamonaviy bu qiziqtirishlarga yer bermaganligi bilan munosabatli bo'lishi mumkin deb qarayman. Ma'lum bo'lishicha, turmaga kirgandan keyin noma'lum sabablar bilan yozuvchining salomatligida og'ir chekinish yuz bergan. Doiralar uning saqlayishiga ko'z yetmagandilar, davolanish uchun oilasiga qaytgan. Ammo uning qo'yib berilishi Uyg'urlandagi qamal mezgiliga to'g'ri kelgachga davolanish imkonlari cheklanib uchirgan. Yetarlik oziq va kerakli doriga erishamagan Abdulla Savod o'ziga turmada yepishgan kasalga taqobil turolmagan. Mazkur saqchi xodimi yozuvchi Abdulla Savodning turmadan kasal holati chiqqanligi va uyda jon uzganligini dalilladi. Bering telefon ochib ol, ochib kishiga. Chaqiring telefonga. Telefon sizden soradı da. Uyda tövüp kestim. Bu uy Aqto'naysizlar, shundaqmi? Aqto'nan qayerda? Aqto'nun qayerda? Bu hozir Abdulla Savodniki kesib ketgani 2 yil bo'lganligi, 2 yildan oldin kesilganligi uchurda xabar bormi yo'qmi ayaqniki? Bu 2 yildan oldin bormi? Biz kelgan uchurda bu shu endi bu turmadan chiqishiniki bu qamal mazgiliga to'g'ri kelganligi, dora oziqlik masalalari yetishmaganligi, shu to'g'risida gaplar bor. Shuni bilamdiki ma kishi, shuni dedim hozir. Dedi hozir. Abdurning Hirisman kitobxonlaridan bo'lgan faoliyatchi Abduvali Ayub Abdur va asarlarini mundaq eslab o'tdi. Bu asarni o'qigandan keyin men shu nimaga berib, Anjamboy urush qilgan Opalninki Opallar tog'lari, ondan Toshmiliqning Cheshtog', ondan O'ytog' qatorliq yerga berib ko'rib kelgan, men shu qadar ta'sir qilgan. Bu qahramonning Abdulla Savodning qalbida yoritilishi, men shu qahramonni ko'rish, qahramonning mangan, tug'an, kurash qilgan, dushman bilan so'qishgan yerlarini ko'rish istigini paydo qilgan. Shu fursatda men shu bizningki Anjamboy so'qishgan yerlarni ko'rib kelgandim. Undan boshqa bu Anjamboydan boshqa Abdulla Savodning Chaqmoq degan romani bor. Chaqmoq degan romanida shu O'ytaq inqilobini ariq ko'rinish qilib yozib chiqqan roman. Bu roman 1980-yillarning oxiri Uyg'urlar orasida kuchli kitob o'qish qizg'inligini qo'zg'agan romanlarning birisi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Mo'losilliq adib va shoir Abdulla Savodning turmadan kasal holati chiqqanligi va qamal mezgilida davolanish imkoni bo'lmasdan vafot bo'lganligi haqida anglitishib berdik.